Slavyan davlatlari 7 va 10 asrlarda tashkil topdi. Xristian dinining qabul qilinishi slavyanlarning Yevropa xalqlari oilasiga qo'shilishi ta'minlab, ularning hukmdorlari, knyazlari hokimiyatining mustahkamlanishiga, madaniyatning yuksalishiga olib keldi. Jahon tarixi 7-sinf 7-mavzu. Slavyan davlatlarining tashkil topishi. Qadimgi slavyanlar. Slavyan qabilalarining ajdodlari Elba daryosining yuqori oqimidan Dneprning o'rta havzasiga qadar bo'lgan hududlarda yashaganlar. Bu hududlardan slavyanlarning bir qismi Elba bo'ylab shimoli-g'arbga, yana bir qismi sharqiy Yevropaga, uchinchi qismi janubga siljib, 6-asr Dunay daryosi sohiliga yetadi. Ularning barchasi bitta tilda so'zlashib, o'zlarini slavyan yoki sloven deb ataganlar. Bu tushunarli bir xil tilda so'zlashuvchilar degan ma'noni anglatadi. Slavyanlarning asosiy mashg'ulotlari dehqonchilik edi. Chorvachilik, baliqchilik, ovchilik, asalarichilik, yovvoyi asal yig'ish ham xo'jalikda muhim o'rin tutgan. Mo'yna asal va asalari mumini qo'shni qabilalarga sotganlar. Slavyanlarning ijtimoiy hayoti qadimgi germanlarniki bilan ko'plab o'xshash jihatlarga ega bo'lgan. Jumladan, jamiyatdagi guruh qabilachilik tuzumi, xalq majlisining muhim o'ringa egaligi, harbiy družinaga tayangan knyaz hokimiyatining kuchayishi, shuhrat va g'arbiy o'ljalarga erishish uchun qo'shinlarni ustiga bosqinchilik urushlari uyushtirish kabilari. Tarixiy taraqqiyot davrida slavyanlarning dastlab qabila ittifoqlari, keyinchalik ilk davlatlar vujudga keladi. Slavyan yozuvining yaratilishi. Hozirgi Chexiya davlati o'rnida 9-asr boshlarida Buyuk Moraviya davlati paydo bo'ladi. Uning ilk knyazi nemis yepiskopidan xristian dinini qabul qiladi, ammo uning vorisi nemis ruhoniylarining ta'siridan qutulish maqsadida pravoslav cherkovi patriarxatdan Vizantiyadan din bo'yicha ustozlar yuborishini so'raydi. Moraviyaga 863-yili 2 rohib Kirill va Mefodiylar keladi. Ular slavyan alifbosini yaratib, Injilni slavyan tiliga tarjima qila boshlaydilar. Yunon yozuvi asosidagi slavyan yozuvi keyinchalik Kirill yozuvi nomini oladi. Birodar rohiblarning izdoshlari ularning faoliyatini Bolgariya, Serbiya, Xorvatiyada davom ettiradilar. Kirill yozuvi rusga ham yoyiladi. Slavyan yozuvining yaratilishi Injilning tarjima qilishini slavyanlar madaniyatining yuksalishiga ulkan hissa qo'shdi. Birinchi til Volga daryosi bo'yida yashagan turkiy bulg'or qabilalari xalqlarining ko'chishlari davomida g'arbga siljib, Dunay daryosining janub tomonidagi Vizantiya hududlarida yashagan slavyanlarni o'zlariga bo'ysuntiradi. Ilk slavyan davlati bo'lgan Bulg'or podsholigiga 681-yili podsho Asparuh tomonidan asos solinib, hukmron sulolalar nomini istilochilardan olgan, ammo son jihatdan kam bo'lganliklaridan bois bulg'orlar sekin-asta slavyanlar bilan aralashib ketadilar. Bolgariyalar Vizantiyaning ta'siri ostida xristianlikni qabul qilganlar. Bolgariya eng kuchaygan davrda podsho Simeon 893-yil 927-yilda qo'shni Vizantiya imperiyasi bilan muvaffaqiyatli urushlar olib borgan. Lekin 11-asr boshlarida zaiflasha boshlagan Bolgariyani Vizantiya istilo qiladi. Mamlakat faqat 12-asr so'ngidayoq mustaqillikka erishadi. Tarixiy mushohada. Turli yo'nalishlarda harakatlanish davomida slavyan qabilalari g'arbiy, sharqiy va janubiy guruhlarga ajralganlar. G'arbiy slavyanlarga polyaklar, chexlar va slovaklar kirgan. Sharqiy slavyanlar rus, ukrain va belarus xalqlarining ajdodlari kirgan. Janubiy slavyanlarga bolgarlar, serblar, xorvatlar, chernogorlar, slovenlar, shimoliy makedoniyaliklar mansub bo'lgan. Chexiya va Polsha. Buyuk Moraviya parchalangan, uning hududidagi slavyanlarni chex qabilasi bo'ysuntirib, 10-asr boshlarida Chexiya davlatiga asos soladilar. Tez orada Chexiyada nemis yepiskoplari ta'sirida xristian dini tarqaladi. Mamlakat 11-asrda Muqaddas Rim imperiyasi tarkibiga kiritilgan bo'lsa-da, ammo o'z mustaqilligini sezilarli darajada saqlab qoladi. Keyinchalik German imperatori Genrix Tur 1085-yili Rim papasiga qarshi kurashdagi yordami uchun chex knyazlariga qirollik tojini inom etadi. Shu tariqa mamlakatda qirol hokimiyati kuchayib borib, 13-asrda Chexiya davlati Yevropada eng kuchli davlatlardan biriga aylanadi. Polsha davlati 10-asr o'rtalarida vujudga kelgan. Knyaz Meshko 966-yili xristianlikni nemis yepiskoplaridan qabul qiladi. Polsha cherkovi 1000-yili arxiyepiskoplar turpasini olib, nemis cherkovidan mustaqillikka erishadi. Meshko Ining vorisi Boleslav I jasur hukmronligi paytida qirollik tojiga erishiladi. Xristianlikning Rim yoki Konstantinopoldan qabul qilinishida slavyanlarning keyingi siyosiy yo'nalishi, yozuv va madaniyati an'analarining shakllanishiga o'z ta'sirini o'tkazgan. Jumladan Polsha, Chexiya, Xorvatiyada Rimning ta'siri va lotin yozuv ustunligi qaror topgan bo'lsa, Bolgariya, Serbiya va Kiyev Rusida Konstantinopol ta'siri va Kirill alifbosi yetakchilik qilgan. Ushbu ta'sir san'at va me'morchilikda ham yaqqol namoyon bo'lgan. Kiyev Rusi davlatining tashkil topishi.
Sharqiy slavyan qabilalari yerlarda tashkil topgan davlat Rus deb nomlangan. Ilnomalarda yozilishicha, Sharqiy slavyan qabilalari yetakchilari 11-asrning ikkinchi yarmida mamlakatni boshqarish uchun Ryuriklar xonadonidan knyaz chaqirishiga qaror qiladilar. Bu taklif o'sha davrda Yevropada keng bosqinlar uyushtirayotgan vikinglarga qarshi choragina emasdi. Slavyan qabilalari orasidagi raqobatni tugatishga ham qaratilgan edi. Taklifga binoan kelgan aka-ukalar dastlab Novgorod, Belozera va Izborskdan knyazlar bo'lishgan. Ma'lum muddatdan so'ng ulardan faqat Ryurik qolib, uning vorislari Rusni ko'p asrlar davomida boshqarganlar. Ryurikning davomchisi Oleg 882-yilda Kiyevni egallab, Kiyev Rusi davlatiga asos soladi va Dnepr havzasidagi slavyan qabilalarini bo'ysuntirishda davom ettiradi. Knyazlar va Igor va Svyatoslavlar davrida ularning harbiy drujinalari Bijanak, Hazar qabilalariga qarshi, shuningdek, janubda Vizantiyaga qarshi mudofaa janglari va bosqinchilik urushlarini olib borganlar. Svyatoslavning vorisi Vladimir davrida knyazlik ichki va tashqi dushmanlarga qarshi kurashni davom ettirgan. Vladimirning nomi Rus tarixida alohida o'rin tutadi. Buning sababi esa uning harbiy faoliyati bilan emas, balki 988-yili Vizantiya pravoslav cherkovi hudumlariga binoan xristianlikni qabul qilib, aholiga ham shu dinni qabul qildirishga bilan bog'liq. Rus Yaroslav donishmand davrida 1019 va 1054-yillar. Vladimirning vafotidan so'ng vorislar o'rtasidagi hokimiyat uchun kurashda to'ng'ich o'g'il Yaroslav ustun keladi. Knyazning harbiy sohadagi ilk muvaffaqiyati Brijinakliklar uzil-kesil mag'lub etish bo'lgan, lekin uning donishmand nomiga sazovor bo'lish bunyodkorlik bilan bog'liqdir. U Volga bo'yida Yaroslav shahriga asos solgan. Uning davrida davlat hududlari ancha kengayadi. Knyaz me'morchilik inshootlari qurilishiga alohida e'tibor qaratib, Kiyevdagi Avliyo Sofiya ibodatxonasini bunyod ettirgan. U hozirga qadar yaxshi saqlangan. Keyinchalik shu nomdagi ibodatxonalar Polotsk va Novgorod shaharlarida ham quriladi. Monastirlar huzurida maktablar ochiladi. Novgorod va Kiyevda ilnomalar tuzila boshlanadi. Lotin va yunon tillaridagi asarlarni rus tiliga tarjima qilish ishlari yo'lga qo'yiladi. Rus haqiqati nomli qonunlar tuzilib, Yaroslavning vorislari davrida unga yangi moddalar kiritiladi. Yaroslav va uning vorislari davrida Kiyev Rusi knyazligining asosiy tashqi dushmanlari Qipchoq qabilalari, ruslar ularni poleveslar deyishgan, bo'lib qoladi. Qipchoqlar yoyiq Ural daryosidan Dunaygacha bo'lgan hududlarni egallaganlar. Dnepr daryosi havzasidagi Qipchoqlar birlashib 11-asrning so'ngida Rus knyazi Vladimir Monomakh qo'shinlarining qarshi urushlari olib borganlar. Monomakh Kiyev Rusi knyazi hukmdori bo'lgach, ya'ni 1113 va 1125-yillarda urush harakatlarini Qipchoqlar yashaydigan hududlarga ko'chirgan. Knyazning vafotidan so'ng qarama-qarshilikka qaytadan boshlanib, knyazlik siyosiy tarqoqlikka yuz tutadi.